Bugun 10 aprel 3 sinfida navbatdagi to'garak darsimiz. Bugungi to'garakda 3 ta guruhga bo'linib, masofaga, vaqtga, tezlikka doir masalalarni yechishimizga to'g'ri keladi. 3 ta guruh bo'linib oldik. Har bir guruh echkilarni javobi bilan, hisoblagan javobingiz bilan echkilarni sherigini topishingiz kerak bo'ladi. Avval siz misolni olasiz, topasiz. O'zingizda. Hozir har bir guruh o'zini guruhidagi echkilardagi nima noma'lum ekan, nima izlanishi kerak va qoidasini aytib berishingiz kerak bo'ladi. Marhamat Rayhona, sizda nima izlanyapti? Guruhingizga qaradik. Bizda masofa izlanyapti. Masofani topish uchun tezlikni vaqtni ko'paytiramiz. Xo'p, marhamat Muhammadjon, sizlardachi? Bizda tezlik izlanyapti. Tezlikni topishimiz uchun masofani vaqtga bo'lib tashlaymiz. Marhamat Saidami, sizlarda? Bizda vaqt izlanyapti. Xo'p, vaqtni topish uchun masofani tezlikka bo'lib tashlaymiz. shunday topiladi. Mana endi echkilarni juplarini topishimiz kerak bo'ladi, sheriklarini. Ko'rdingizmi? Sizda doskaning o'ng tomonida qarang. Misollar berilgan, har bir guruh o'zini misolini topib, hisoblab, endi doskaning chap tomoniga qarang. Chap tomonida siz yechgan misollarning javobi turibdi. Demak, echkilarni sherigini o'ng tomondagini, chap tomondagi echkilarni sherigini topishingiz kerak bo'ladi. Shartni tushunardingmi? Boshladik. Tez bo'lgan guruh hisoblaymiz. Demak, masofa guruhimiz hozircha oldinda ketyapti. Yaxshi. Hisoblaymiz. Yaxshi. Xo'p, masofa guruhimiz bitta echkini sherigini topib bo'ldi. Xo'p. Tezlik guruhi ham oldinda ketyapti. Sheriklarini topsa bo'ldi. Xo'p, masofa guruhi ikkalasini ham bo'ldi. Demak, ikkitadan ochkoni qo'lga kiritdi. Xo'p, demak, bular tezlik guruhi ham bo'ldi. Bittadan yulduzcha olamiz. Marhamat, har birimiz olamiz. Har birimiz. Endi bizda qoldi vaqt guruhi. Demak, vaqt guruhida masofani tezlikka bo'lish kerak. Xo'p, bittasi topildi. Bitta echkilarning sherigi topildi. Xo'p. Marhamat, tushuntiramiz. Tezlik 60 km, vaqti 2 soat. 60 ga ko'paytirsak, uni sherigi 120 km. Masofani bosib o'tibdi. Marhamat. Vaqti 7 soat, tezligi 400 km. Soatiga. 400 ni 7 ga ko'paytirsak 2800. Demak, buni sherigi masofasi 2800 metr. Kilometrni bosib o'tgan ekan. Rahmat. Endi biz tezlik guruhiga yo'llanamiz. Marhamat, o'zingiz ishlagan tushuntirib bering. Marhamat. Elbek. Xo'p, bu echkingizning masofa 280 metr masofani 70 minutda bosib o'tdi. Demak, 280 ni 280 ni 70 ga bo'lamiz 4. 4 nima ekan? 4 minutda 4 minut metriga 4 minut tezlik bilan nima qilgan? U bosib o'tgan. 4 minut tezlikda bosib o'tgan. Xo'p, marhamat, sheriga. Es masofani 200 metr. Xo'p, Vaqt 6 soat 6 soatda bosib o'tibdi. Qanday tezlik bilan yuribdi? Xo'p, echkining sherigi necha ekan? Echkining sherigi 46 metr 46 metr. sekund tezlikda nima qildi u? Masofani bosib o'tibdi. Juda yaxshi. Endi demak, yo'llanamiz. Xo'p, vaqt guruhiga marhamat. Bu echki 1500 kilometrni bosib o'tgan. Soatiga qanday tezlik bilan? Qanday tezlik bilan yuribdi? Tezligi 1500.
Bu echki 1500 kilometrni 60 kilometr soatiga bosib o'tgan uning sherigi 25 soat bo'ladi. Xo'p. Tezligi qaysi shunda? Qanday tezlik bilan yurgan? Tezlik? 60 kilometr. Ha, 60 km tezlik. Xo'p, keyingisi ikkinchisini tushuntirib bering, ikkinchi echkini. Bu echki 320 metr masofani 40 metr minutiga bosib o'tgan. Tezlikda bosib o'tgan. 320 ni 40 ga bo'lsak 8 minutda bosib o'tibdi. Xo'p, keyingi echkini tushuntirib bering. keyingi echki 80. 980 kilometrni 49 kilometr minut tezligida bosib o'tgan. Qancha vaqt ketibdi? 20 minut vaqt 20 minut vaqt sarflagan ekan. Hammangizni ishtirokingiz uchun rahmat. Qancha ball to'pladingiz Sharipboyeva? Jami 40 ball. Xo'p. Sizlar nima Muhammadjon? 10 ball. Sizlar 15 ballni qo'lga kiritdi. Hammani ishtiroki uchun rahmat.